Assalomu alaykum hurmatli Minivan City kanali a'zolari. Bugungi obzorimizda O'zbekiston xalqining eng suyukli minivellaridan biriga aylanishga ulgurgan Jack M4 avtomobili bo'ladi azizlar. Albatta bitta layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, yaqin daqiqalar ichida Jack M4 minivenimizni bevosita obzor qilib berishga harakat qilamiz azizlar. Izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi obzorlarimizda qanday minivenlarni ko'rishni xohlaysiz, istaysiz? Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videomizni Jack M4 qidirib yurgan tanishlaringizga ulashib qo'ying azizlar. Demak, boshladik. Oilaviy sayohatlar uchun, odam tashish uchun yoki bo'lmasa turizm firmalarida foydalanish uchun eng qulay bo'lgan Jack M4 minivenimiz 2 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan bo'ladi azizlar. Albatta minivenimiz haydovchidan tashqari 8 ta yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi. Bu minivenimizning qulayliklari juda ko'p. M3 dan farqini ko'pchilik so'rashadi. M3 1.8 atmosferli motor bo'ladi. Bu M4'imiz 2 litrli atmosferli motor bo'ladi azizlar. Tashqi ko'rinish jihatdan, ichki dizayn jihatdan mutlaqo farq qiladi M3 bilan. Buni ishlari kengroq bo'ladi. Orqa bagaji torroq bo'lgani hisobiga ishlari keng bo'ladi mashinamizni. Ko'rishinglar mumkin. M3 da bilasizlar, sideniya yotmaydi. Bunda bemalol sideniyani oldinga orqaga yotqizib olsanglar bo'ladi. Hammasini orqadagi yo'lovchilarimiz uchun alohida konditsionerlarimiz, pechkalarimiz uchun deflektorlarimiz qo'yib ketilgan. Ixcham chiroyli tarzda, chiroyli dizaynda qo'yib ketilgan azizlar. Chiroqlarimiz joylashgan bo'ladi. Har bir yo'lovchi uchun alohida USB portlarimiz mavjud mashinamizda. Orqalarida ham kolonkalarimiz bo'ladi buni. Quldorlarimiz, shu jumladan perkuritellarimiz ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin ichki qismi. Euro 5 standartlariga mutlaqo javob beradi mashinamiz 100%. Oldi ham juda keng. Balonlarimizni razmerlariga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, 215, 65, 16 razmerli quyma disklarimiz taqib qo'yilgan. Mashinamizga balonlarimiz o'zi yumshoq, alishtirish shart emas. Ablisovkalarimiz ham o'zgacha mashinamizda. Haydovchi qismiga keladigan bo'lsak, haydovchilarimiz uchun qulayliklar
Cruise control mavjud, multimedia rul boshqaruvi, elektronik gidravlika rul. Albatta bunimiz ham maksimal tezligi 220 gacha harakatlana oladi. 5 bosqichli mexanika korobka bo'ladi azizlar minivenimiz. O'ziga yarasha barlari mavjud mashinamizda. Bu yoqda telefon qo'yish uchun alohida joylar bor. USB portlari, perikuritel uchun joylarimiz mavjud. Bu yoqda alohida qanaqadir knopka ustanovka qiladigan bo'lsanglar, bu yerga bemalol qo'ydirib olsanglar bo'ladi. Avarenka chiroqlarimiz ham juda udobniy joyda joylashgan. Skorsi yonida shunday bosib olsangiz, albatta qo'lga udobniy. Avarenka chiroqlarimiz. Orqa bagajdagi joylariga qiziqqanlar uchun orqa bagajda M4da unchalik joy katta bo'lmaydi, lekin buni kattaytirsanglar bo'ladi. Qanaqa qilib sidenani yotqizib olib, albatta. M3da bu joylari yo'q. Sidenani yotqizib olsanglar orqa bagajdan hamcha joy ochiladi. Azizlar, ushbu minivenimiz 2025-yilgacha 11 kishilik hamda avtomat variantlari ham yetib kelgan. Hozirda faqatgina 9 kishiga mo'ljallangan mexanika korobkali variantlarimiz bor. Aynan ushbu minivenimizni har doimgidek eng qulay shartlarda, eng arzon narxlarda xarid qilishligingiz uchun ekraningizda ko'ringan ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bemalol 24 soat qo'ng'iroqlaringizga javob berishga harakat qilamiz azizlar. Albatta videolarimizga like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang azizlar. Miniven City har doim siz bilan.